O'rningdan tur. Sen boshlashing kerak. Dada. Sen ko'zlaringni tezroq och. Sizlar bu gapingiz bilan nima demoqchisiz? Senda muammo bormi? Yo'q, shunchaki menda muammo yo'q. Biz senga onang bilan surpriz qilmoqchi edik. Sen tezroq tayyor bo'l missiyaga. Sizlar, malikalar, sizlar testni o'tishingiz kerak. Xo'p, bo'ladi, qirolım. Malikalik testlar oson-ku, bu shunchaki oson. Yaxshi. Tayyormisizlar, malikalar? Unda men qirollikka sen birinchisan, Sharm. Men shunchaki kambag'al oiladanman va kambag'al orolda tug'ilganman. Rahmat, Sharm. Endi sen ha mening qirolim. Mening dadam ovqat sotuvchi bo'lib ishlaydi. Yo'q. Ularning hammasi qandaydir bir boyda yoki nima emas, har qaysi har xil odam. Menimcha ular meni xavfsiz deb o'ylashyapti, lekin men toshbaqalarni ham o'ldirganman. U qiz chiroyli emas. Bo'lishi mumkin emas. U yaxshi emas, chunki u xunuk. Uning ochiklarini olsa nima bo'lar ekan, ha? Men har doim pozitiv bo'lib kelganman. Odamlarni oldida men uyalaman. Men har doim yemagan somsanga ham pul to'layveraman. Bu ham to'g'ri. Sening ruhing o'lgan, shunchaki. Meni restorandagi odamlar himoyalashgan. Bu juda yaxshi. Sen nimalarni olgansan? Buk, sen og'zingni yumib tur. Balgariga men savol beryapman. To'g'ri sevgi. Mening yuragim juda tez urib ketdi. Meni qo'rqitib yubording, shahzoda. Nima bo'ldi? Muammo bormi? Sen. Yo'q, hech nima. Shunchaki sen chiroyli bo'lishni boshla. Sen ochishingni, ko'zlaringni ko'rsata olasanmi? Ochishingni olib turib. Mening ko'zlarim meni sevib qolishing mumkin agar ochishingni olsam. Mening hayotim faqatgina bitta odamga tegishli. Yo'q. Bu juda chiroyli. Mening o'g'lim, u mening o'g'lim. Salom, suv malikasi. Sen oldingmi? Menga odamlar orolda yordam berishdi va men u yerda ko'p vaqt yurdim. Sen o'rmon qiroli senga yordam beradi. Rahmat senga, suv malikasi.
Siz hali o'rmon qirolimiz? Mening maqsadim sizlarning kuchayishingiz. Qaytadan takrorlachi. O'rmon qiroli qirolicha Karolinga yordam bermoqchi va uni uyg'otmoqchi. Suv malikasi esa ularga yaxshilik va yomonlikni aytib turadi. Oldi esa malikalar va shahzoda Luk va Kare, suv malikasi, ular hammasini qo'lga kiritmoqchi va yana hayotlari quvonchli bo'lishini tugashmoqchi. Darvozani ochinglar. Men qirol Bark qirolligidanman. Men esa Albarta qirolligidanman. Men esa Lava qirolligidanman. Men esa Gardline qirolligidanman. Rahmat hammangizga. Sizlarning qaysi biringiz mening qizimga uylanishni tanlab olaman? Sizlar shahzodalarsizlar. Sizlar hozir qizimni ko'rasizlar. Iltimos mening qizim, bu yoqqa chiq. Malika Tiffany. Meni kechir qizim. Men bu yerning yangi qirolini tanlashim kerak, chunki men juda qarib qoldim. Bundan xavotir olmang dedi. Men ularning bittasini tanlab unga sen onangga o'xshabsan. Iltimos. Unga tiz cho'king. Men unga hech qachon tiz cho'kmayman. Nima? Men bu yerning keyingi qiroliman. To'xta. Sen nimalar qilyapsan o'zi? Respekt. Sen kimsan o'zi? Qo'lingni tort undan. Nima? Sen qo'lingda arra bormi? Chinor sen qochdik bu yerdan. Kattakon rahmat. Kattakon rahmat.